Jo'ra, mana shu yerda mashinalar zo'rda, xudo xohlasa bitta mashina ko'ramiz senga. Bo'ldi, Jo'ra. Qanday Jo'ra? Mashinani bir ko'raylikchi. Yaxshi bo'ladi, zo'r. Hozir bitta Jo'ramga telefon qilaman, ishimizni hal qilib beradi. Tamam. Alo. Shoh, Jo'ra, yaxshimisan? Ha, sher. Charchamayapsanmi? Hech kim xafa qilmayaptimi? Legendani bosib yuribsanmi, legendani? Yaxshi, rahmat. Jo'ra, Jo'ramga mashina ko'rayotgandik. Bo'ldi, tamom ko'rib beramiz, bez muammo. Yo'q, Jo'ra, yangisidan ko'rayotgandik, faqat avtokreditga pulimiz kamroq edi. Tanishlaring bormidi? Ha, Atlasni to'g'ri edi, avtokomfort bor. Krom degan bala ishlaydi. Meni aytsang hal qilib beradi. Xo'p, Jo'ra, borib telefon qilaman. Rahmat. Mayli, esda aloqada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, marhamat. Keling. Aka, ustoba jo'natuvdi. Avtokreditga mashina olmoqchi edik. Taniysizmi o'zi? Yo'q, lekin uzr, tanimadim. Qaysi usti bu? Bo'lmasa bitta telefon qilib beraymi? Xo'p, mayli. Mana nima deykan bu? Alo. Nima gap, sher? Nima muammo? Alo, Jo'ra, bular seni tanimayapti-ku. Qanday tanimaydi? Berish telefonni. Hozir beraman, bitta gaplashchi. Alo? Alo. Ikrom aka, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Taniyman deb qo'ying aka. O'zi ves shahar taniydi akajon. Xo'p. Keyingi masalada aka ustiga 200 mindirib, ya'ni 200 qaytarib ustobon hurmati deb qo'ying aka. Aha. Maylimi? Mayli. Rahmat aka. Hop. Sog' bo'lasiz. Brat. Charchamaydi. Ikrom, sen boshqaring san aldasqa so'rab kelasan. O'zi biz shahar cho'chit qilyapti-ku o'zi.